8-aprel sanasida YouTube kanalida bizni faol kuzatayotgan obunachilar. Mana yana bir yangi navimiz. Daraxt 3-yilda ek sxemasi 3/5. Mana bog'da umumiy ko'rinish holati 3/5. Mana mevalarni ko'ringlar mana. Mana shunaqa yangi navlardan qilish kerak. Bundan bari bog'larda mana ko'rib turibsizlar. Hosildorligi o'ta zo'r. Yerdan turib zo'rasizlar mana har bittasida mana shunaqa hosil. O'zini chaynatadigan navlarda. Mana do'stlar, xudo xolasa buni ishonchli ko'chatlarni men ko'paytirib qo'yganman. Noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Zakaz solishni boshlaganmiz. Uji 18-aprel sanasida katta-katta to'p qoldi mevalarda. Mana har bitta tupi shundan set hosilli qilgan. Mana bunisi undan ham ko'p mana. Ko'p turibsizlar. Farg'onali bog'bon kanalini kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa bog'lardan videolar qilib tashlab boramiz. Yangiliklar xudo pishgan paytlari uji gilosga rang kiryapti. Bu sortimiz ertakina hisoblanadi. Ertak joylarga kelsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana holatlari har bitta tupida do'stlar, mana bitta tupda bas. Mana ko'rib turibsizlar gilos holatlarini. Videoga bittadan like bosib qo'yamiz. Farg'onali bog'bon kanalini kuzatishda davom etamiz. 3ga ko'chat orasi 3, traktorda 5. Mana sxemada ko'rasizlar. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Bitta like bosish esdan chiqmadi. Kanal rivoji uchun, mehnatlari uchun.